Yer uchastkangizda noqonuniy qurilish qilish, ya'ni ruxsatnomasiz qurilish qilish sizga nisbatan 12 million so'mgacha bo'lgan miqdorda jarima qo'llashga asos bo'ladi. Ushbu jarima qo'llanmasligi uchun siz ushbu amallarni bajarishingiz shart. Birinchi navbatda qurilish loyihasini tayyorlash kerak va ushbu qurilish loyihasi tayyorlangandan so'ng Davlat xizmatlari markazi orqali yokida MyGov orqali qurilish montaj ishlarini boshlashga ruxsatnoma olish uchun ariza jo'natilishi shart. Ushbu ruxsatnoma 3 ish kunida tayyor bo'ladi va so'ngra siz qurilish montaj ishlarini amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Agarda ushbu ruxsatnomasiz qurilish montaj ishlari boshlanadigan bo'lsa, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 99-moddasiga asosan, ya'ni shaharsozlik to'g'risidagi qonunchilikni buzganlikda ayblanib, bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravari miqdorda jarimaga tortilishingiz mumkin. Ushbu xabarni qurilish ishlarini boshlamoqchi bo'lgan yaqinlaringizga ulashib qo'ying.